Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, bizlarning doimiy kuzatuvchilar. Uzoq kutilgan drabelkamiz mana yetib keldi. Bu Monster drabelkamizning yangilangan versiyasi hisoblanadi. Oldin Monster drabelkamiz funksiyasi ikkita funksiyada ishlagan bo'lsa, bu 3 ta funksiyada ishlaydigan universal Monster drabelkamiz Xitoydan yetib keldi. Buni obzorlarni sizlarga qilib bermoqchimiz. Undan oldin mana bu parametrlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu hozir 15 kilovatlik motor bilan jihozlangan, 18,5 kilovatlik motor ham qo'ysa bo'ladigan, mana ko'rsatilgan. Modelimiz hisoblanadi 9R5040 modelimiz hisoblanadi. Ichkaridagi mana bu o'qimizda aylanishi 3400 оборот bo'ladi. Motorimizning обороти 1500, soatiga 2000-2600 kilogramm don mahsulotlarini qayta ishlab, maydalab, yanchib beradi. O'zini jami og'irligi 400 kilogramm. Buni endi yana tanishtirib o'tamiz. Qarang, bu qanaqangi yangilangan versiyasi deydigan bo'lsak, bu yonidan mana uzun mana makka poyalarni solib o'tkazsa bo'ladigan versiya bo'lib kelgan. Tepadan bu mana bunkeri juda kengish qilib qilingan, mana tepalari ham. Mana ko'rsataylik. Mana donni mana bu aralashtirib, yetkazib berib turadigan, aylantiradigan valimiz ham bor. Don mahsulotlarini bu yerga solgandan keyin bu yonidan ochib bemalol o'zingiz ligirovka qilishingiz mumkin. Keyin bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, motorimiz mana mukammal BAO kompaniyasidan mis motorimiz 15 kilovatlik motor bilan jihozlangan. 3 ta remen bilan harakatlanadi bu. Ramalarimiz ham o'ta mustahkam qilib chiqarilgan mana. Bularni joylashishlari ham juda oddiy, sodda, yig'ish oson bo'lgan versiyasida qilingan. Balonlar qattiq metalldan ishlangan balonlar. Mana bu siklonimizga keladigan bo'lsak, qarang, buni joylashini, mana podchimniklarni qarang. Juda ham baquvvat qilib qilingan podchimniklar, mana bu shpris bilan ichkariga moylanadigan qilingan. Mana siklon joylashishlari ham juda mukammal qilib ishlangan. Podchimnik bu yerda ham moylanadigan podchimnik, bu yerda ham moylanadigan podchimnik. Bularning vazifalariga keladigan bo'lsak, bu don mahsulotlari, hashaklarni tashab beradigan siklonimiz mana shu bo'ladi. Endi mana bu unisiga keladigan bo'lsak, mana tortib oladi donni bemalol. Hozir bularni videomiz davomida bularni har birini ishlash jarayonini qo'yib beramiz. Bu yerdan qanday funksiya bajaradi, bu yerdan qanday funksiya bajaradi, hammasini ko'rsatib beramiz. Keyin endi keladigan bo'lsak, bu yerga mana bitta ko'rsataylik buni. Hali bunaqasi yo'q. O'zbekistonda bular hozircha yagona, biz olib kiryapmiz buni. BAO kompaniyasiga tegishli bu. Mana ochib ko'rsataylik. Mana hashak mahsulotlar, don mahsulotlari pastga tushgandan keyin bu mana bu siklonga yetkazib beradigan valimiz bor bu yerda. Yana bitta val. Ko'ryapsizmi, nechta val bilan jihozlangan bular. Keyinchalik siklonni yopsangiz, hashakni bu yerdan ham bu yoqqa chiqarsangiz bo'ladi. Bu yerda ham moslamasi bor chiqazishga. Mana shuning uchun mo'ljallangan bu. Mana buni yopib qo'yamiz. Hozircha faqat u tomondan foydalanish uchun bu yopiq turadi. Mana yopasiz. Materiallariga keladigan bo'lsak, juda ham mustahkam materiallar bilan materialdan ishlangan bu. Mana bunisini hozir tishlarni bitta ko'rsataman hozir. Ko'rasizlar, buni materiallarini juda qattiq po'lat bilan anaqa qilingan tishlari. Hozir ochib ko'rsatamiz bularning hammasini. Mana bu ichiga oladi. Mana bu molotoklarni ko'ryapsizmi? Molotokda ikkita tomonida ham tishi bor, molotok bilan jihozlangan. Ikkita tomonida ham tishi bor mana. Bitta qatorda o'zida 3 ta, 6 ta, 8 ta, 8 ta molotok. Bitta valchani o'zida 8 ta molotok bor. Mana bunisini ko'ring, mana bu kombayni pichoqlari bilan qo'yilgan 4 qator, ko'ryapsiz. Har xil tishlari bor ekan. Har xil tishlar bilan, juda o'tkir tishlar bilan, po'lat tishlar bilan jihozlangan ichkarilari maydalab berish juda oson bo'lish uchun buni hozir ishlash jarayonlarini ham qo'yib beraman, o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Bular optim narxlar.
O'chiravering. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, juda ham mayin holatda bu molda yemini ustiga sep bersanglar ham oshqozoniga bemalol yuqadigan holatda qilib beradi. Bu yana ham sal yiriroq setkasi, bundan ham mayin setka qo'yib chiqarishinglar mumkin bo'ladi. Undan ham mayin pudra holatga keltirishinglar mumkin. Zakasga qarab turib yorma yoki shunaqa un ko'rinishda chiqarib bersanglar ham bo'ladi. Go. Şuraya çıkmasın endi bu yakta. Şurada kalmadı. Bana. O'chiravering. Ha, oxirigacha to'xtab olsin. Aha. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, juhori sotasi bilan chiqqan holati ko'rib o'tishinglar mumkin. Mayinligini qarang buni. Juda ham mayin qilib yuboradi. Mana. Mollarga yuqadigan bo'lganda tayyor. Bemalol oshqozoniga yuqadi. Shuningdek, kepaydan zo'r effekt beradi. Juhori sotasi bilan chiqargan holati bu. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham mayin holatda qilib yuboradi. Endi buni har xil razmerga qo'yib foydalansanglar ham bo'laveradi. To'xtavasan, dami chiqib qoladi. Ha, o'chib oldi. Asagimiz Sizlar to'xtab turing. To'kamiz. Sizlar tayyormisizlar?
Mana buni. Ha, mana buni olamiz. Mana quruq hashagimizni ham chiqarib oldik. Mana bunga to'ka bir ko'rsataylik. Ko'rsating. Mana bunisi esa juda ham mayin holatda, silosdan ham mayin. Umuman qusoq qilib kesmagan bu. O'rtada yog'ochini ham juda ham mayin qilib yuborgan. Bemalol bundan chiqqan hashay mahsulotlarni umuman chorvas isrof qilmaydi. Va qolaversa mana bu joydan chiqarib foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana shuni olib qo'ysanglar, bu tarafdan hashay xonaga bemalol bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi, bemalol. Xo'p. Birisi tashlang ham. Ya birisi ko'ramiz hozir. Yo'lda o'chiring. Endi keling mana qarang. Mana hozir. Birinchimizni qarang. Qanday mayin o'tkazgan ko'ryapsizmi? Qarang, 10 sekundda bitta prisimizni maydalab tashlaydi. 10 sekund. Ko'p ham kerak emas. Butunlay so'sangiz ham o'tkazib yuboradi. Sekundlar ichida maydalab beradi. Hech qanday muammosi. Ko'ryapsizmi buni? Mayinligini mana somonimizni qarang. Sekundlar ichida maydalab tashlaydi. Prislarni ko'rdim degani yo'q umuman. Pris bilan solsangiz ham maydalab yuboradi birdaniga. Qanday Dilshodda? Mosh poyasi qanaqa rezinday bo'ladi-da, cho'ziluvchan. Ha buni qarang qanaqa mayin. Paxtaday yumshoq qilib chiqargan. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mana shundan O'zbekiston bo'ylab dastavkalar mutlaqo bepul. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.